Hech erkaklar ham yig'laydimi degan ahmoqona savolni bera ko'rmang. 2026-yilda haqiqiy erkaklar yig'laydi. Ya'ni futbolga qiziqadigan, uni jonidan ortiq ko'radigan erkaklar albatta yig'laydi. Ha, biz yig'laymiz chunki ajralamiz deya hech biror marta o'ylamagan narsalarimizdan ayrilamiz. Chunki bu yilgi mundial eng kattasi bo'ladi. Futbol tarixi bilan xayr kechasi deya aytsak ham bo'laveradi. Cristiano Ronaldo katta ehtimollar bilan so'nggi bor qizil formasida tark etayotganini ko'rib qanday yig'lamaslik mumkin? Kubok bilan yoki kuboksiz farqi yo'q. Ishonavering, birgina kubok uning darajasini zarracha pasaytira olmaydi. Ha, biz yig'laymiz chunki Ronaldo va Messining formalarini oq ko'ylaklarimiz ichidan kiyib olib darslarga borganmiz. Albatta yig'laymiz. Leo ketganida biz yig'laymiz. Futbol yana bir o'zining sehrgaridan ayrilganida. Chunki biz u bilan birgalikda ortiqcha gap so'zlarsiz katta ishlarni qilish mumkin ekanligini, qiyin paytlarda sabr ila o'tib yorug'lik tomon intilishni o'rgandik. Yoki xatomi? Modric bizni tark etganida yig'laymiz. Chunki qayerdan kelganliging, qashshoq yoki kambag'al, boymisan, qulmisan farqi yo'q. Muvaffaqiyatga erishishing mumkin ekanligini o'rgandik. Yoki xatomi? Biz yig'laymiz chunki futbol o'zining erkatoy shahzodasidan ayriladi. Har doim tabassum bilan to'p tepadigan James Rodrigezdan ham ayrilamiz. Normallikni mukammallikka aylantira oladigan Lewandowskidek qotildan ham ayrilamiz. Biz yig'laymiz chunki yodimizda har doim futbol kapitani bo'lib gavdalanadigan 9-sinfgacha sardorlikni hech kimga bermaydigan do'stimizdan ayrilgandek Ramosdan ham ayrilamiz. Yoki xatomi? Bu so'nggi mundial bo'ladi, ya'ni zamonamizning eng kuchli futbolchilaridan bittada ayriladigan ko'z yoshli mundial. Bir o'ylab ko'ring, qanday yig'lamaslik mumkin yoki xatomi?